Akalar 3-paysi Gentra'ning bitta zo'r varianti kelib qoldi. Narxi ham вообще xudo xolasa uyaltirmaydi. $13,150 akalar. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Prebega bor yo'g'i 33,000 kilometr. Mashinamizda poni navrot qilingan. Amerikanka faralari bor, Optra faralari bor, qimmat o'rta yaxshi yumshoq balonlari bor. Sostenasini bitta ko'rsataman, aylantirib mashinani akalar ko'rishingiz mumkin. Sarapina, chaqa-chiqi, mayda-chuyda hech narsasi yo'q ekan akalar, ko'rishingiz mumkin. Haydashligiga xudo xolasa tayyor. Hozir masalan bitta salonlarni ko'rsataman akalar. Shikalarni qaranglar, yengil holatda bo'lib turibdi. Qirilib chizilib ketmagan. Bu yoqda torpedkalari, sirenalari ham yengil bo'lib turibdi akalar, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda yaxshi monitorlar qo'yib qo'yilgan, medikal pultlari bor. Xullas, xudo xolasa haydashligiga tayyor. Akalar, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli qo'llab-quvvatlayapsizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Biz bu mashinani tirikchilik qilmayapmiz. $13,150 narxi, egalarning pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.